Bir donishmanda aytgan ekan, boylik ilm emas, ilm qalbda o'rnashgan nurdir. Bu bir tolibning hikoyasi. Tolibning ilmi yuqmas edi, ustozidan dakki eshitardi. Zehnim past o'qiy olmayman deb qishlog'iga qaytishga ahd qildi. Yo'l yurib kun issig'ida to'ldi, salqin g'orga kirib panoh oldi. Tepadan tomchi tomar, qattiq toshni o'yib chuqur solar. Miyasida chaqmoq chaqdi birdan, mitti tomchi toshni o'yibdi-ku. Mening boshim toshdan qattiq masdir, shaxd o'rnidan turdi yigit shu toshni teshar bilgin, sabr tog'lardan oshirar. Ilm yo'lida to'lmagan murodiga yetishar. Taslim bo'lma, to'xtama, har bir qadam bir zafar. Astoydil intilgan inson eng baland cho'qqiga chiqar. Ortga qaytdi, ilmin davom etdi, tunlarini tongga ulab o'qidi. Do'stlariga yetdi, o'zib ketdi, eng yaxshi toliblardan bo'ldi. Yillar o'tib olim bo'ldi zabardast, nomi ketdi olamga dast-badast. El yurtini ehtiromla atadi. Ibn Hojar tosh oqqili dedi. Tomchi toshni teshar bilgin, sabr tog'lardan oshirar. Ilm yo'lida to'lmagan murodiga yetishar. Zehning pastligi bahona emas, yiqilganing mag'lubiyat emas. To'xtaganing mana shu mag'lubiyat. Tomchi bo'l, toma ber, toma ber. Tosh albatta teshiladi. Tomchi toshni teshar bilgin, sabr tog'lardan oshirar. Ilm yo'lida to'lmagan murodiga yetishar. Taslim bo'lma, to'xtama, har bir qadam bir zafar. Astoydil intilgan inson eng baland cho'qqiga chiqar. Tosh qattiqmi yoki bosh? Javobni tomchi beradi.